Aziz muhtaram do'stlar, bir xondan musofiri viloyati Poryo Bulisbali xo'ja nomisa qaribat qoqqondan Pelankishvar Eronga musofir bo'lib yurgan javo'n shoirimiz shoir Nurahmatjon Oshiq farmoyish berib sabqildi. O'z farmoyishiga taqdim bo'ladi har bir rafiqlari shoir Zabillajon G'amgin va Sajjojon Nuri. Shularda ham farmoyishi bor. Manzillar sizda yishtab lizzat oling do'stlar. O'g'lim musofir deb yig'lab yurmang onajon, qarisiz ko'p o'zizga ranj bermang onajon, qarni ochmikan deb g'amgin o'ltirmang onajon, men uchun ko'p kerak sizni aqliz etirmang onajon, sog' salomatman o'ziz har yon urmang onajon, sog' salomatman o'ziz har yon urmang onajon. Musofir bo'lib yuray, g'ariblikka turkuni yaxshi yomonni ko'ray, men ham sizning sog'inib qaytib kimlardan so'ray, Alloh qismat qilguncha intizor bo'lib turay, tilasangiz onajon shirin jonimni beray, tilasangiz onajon aziz jonimni beray. Sizni sesida mana shunday toza jadid oshiqi judoyi musofir xonadonlarda farmoyish beraman desangizlar, meni o'z yagona ustod shoirim shoir Nurahmatjon Oshiqqa murojaat qiling. Sho'maray WhatsApplari 298 990 787 62 73. Paramosh qilmang do'stlar. O'zingiz katta qilgan oqili farzodaman, didorizni ko'ray deb onajon divonaman, bilasiz men har qancha qilsam ham bahonaman, g'ariblikka keldim sizni uchun onaman, mayli bo'lsam siz uchun uyimdan behonaman, mayli bo'lsam siz uchun uyimga begonaman. Turkenoningni edib yerda vaqt turkasidiz, o'ziz imay beridiz, topsangiz har bir zotiz, bu jahonda topilmas izlasam muhabbatiz, onajon bu tilimdan hargiz tushmaydi otiz, musofir bo'lib qaytdim xush olsin deb hayotiz, musofir bo'lib qaytdim xush olsin deb hayotiz. O'zingizdir mehribon, sizni ko'tarib piyoda Makkaga bo'lsam ravon, to Makkaga borguncha charchamasman hech zamon, boshimga olib yursam bozam kamdir onajon, hamisha bo'lib yuring siz baxtimga sog'-omon, hamisha bo'lib
yaratgan sizni Alloh qancha mehribon qilib, yeri osmon kuladi ona yursangiz kulib, yig'laydi farishtalar yursangiz g'amgin bo'lib, bir kun yetib boraman sizga sovg'alar olib, bir soat quchoqlayman sizni quchoqqa solib. Bag'rimdan ayirmayman ona yoningizga borib. Bu xondan xos-xosi ustod shoirimiz Shoir Rahmatjon Oshiqchi o'z buyruqlari bilan ijro bo'ldi. O'z farmoyishiga taqdim bo'ladi. Albatta manzillar siz sizda. Shunday ko'rgim kelibdi, hech kimga aytolmayman. Kecha yodiga tuzsangiz, onajon yetolmayman. Mardimdan nokariman, istagan vaqt ketolmayman. Onajon pulim bo'lsa, bir daqiqa qolmayman. Qonatim yo'q sog'insam, onajon o'cholmayman. Sog'insam qonatim yo'q, onajon o'cholmayman. Ko'z yoshingiz oqincha, ragdagi qonim oqsin. Sizga nishon bo'lgan g'amlar menga kelib tegsin. Har bir so'zing